Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalga obuna bo'lishni, videolarga like bosishni unutmang. Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatib bo'lingan dorini ishlab chiqargan korxonani tekshirmoqda. O'zbekistonda bog'cha bolalari va maktab o'quvchilarini zaharlagani taxmin qilinayotgan yod antihistamin dori vositasini ishlab chiqargan Samo MChJ korxonasida farmatsevtik faoliyat bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilmoqda, deb xabar berdi Sog'liqni saqlash vazirining farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi. Tekshiruv davomida dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to'g'risidagi qonunchilik hujjatlariga, jumladan zarur ishlab chiqarish amaliyoti, zarur distributorlik amaliyoti, zarur saqlash amaliyoti, davlat standartlariga, dori vositalarini ishlab chiqarish, tayyorlash, saqlash va ulgurji realizatsiya qilish doirasida texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi hujjatlar talablariga muvofiq bo'lish va korxona tomonidan majburiy rioya qilish shart bo'lgan litsenziya talab va shartlari bo'yicha holatlar o'rganilmoqda. Shuningdek, antihistamin dori vositasining xavfsizlik ko'rsatkichlari bo'yicha o'rnatilgan tartibda tahlil jarayonlari ketmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistondagi maktab va bog'chalarda antihistamin preparatini yetkazib berish bo'yicha tenderda g'olib chiqqan kompaniya asoschisi Nodir Yunusov o'ta xavfli jinoyatchi sifatida xalqaro qidiruvga berilgani haqida xabar bergan edik. Kanalimizga xush kelibsizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.